Balans qismi. Balans qismini tekshirish uchun shu qismiga bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda bizga hisobni to'ldirish, tushumlar tarixi va xarajatlar tarixini ko'rsatib turadi. Hisobni to'ldirish uchun hisobni to'ldirish bo'limiga bosiladi. Bu yoqqa karta raqami kiritiladi, amal qilish muddati va necha pul miqdorida balans to'ldirmoqchi bo'lgan summasi kiritiladi. Va SMS yuborishni bosadigan bo'lsak, bu karta ulangan raqamiga SMS ketadi. SMS kodda kelgan xabarni kod ko'rinishda tizimga kiritish kerak bo'ladi va shunda kartadan pul yechib balansga qo'shib qo'yiladi. Keyingisi tushumlar tarixi. Tushumlar tarixiga kiradigan bo'lsak, biz qachon balansimizni necha pulga, qanaqa yo'nalish bilan to'ldirganimizni ko'rsatib turadi. Masalan, karta orqali to'ldirgan bo'lsak, karta raqami, qancha summa to'ldirilgani, to'lov qilingan kuni yoki перечисление orqali hisobdan hisobga o'tkazib to'ldirilgan bo'lsa, u bo'yicha ham ma'lumot chiqib turadi. Va keyingisi xarajatlar tarixi. Biz bu yoqda qaysi xizmat uchun necha puldan pul yechganini ko'rib borishimiz mumkin. Masalan, SMS yuborish uchun yechgani, bu yoqda scoring uchun, bu yoq Humo scoring uchun. Shunga o'xshash barcha ma'lumotlarni xarajatlar bo'limidan ko'rib borsak bo'ladi.